Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala amma ba'du. Biz aldığınki kıtımlık derslerimizde uyg'unish hareketini yok kılıdığan yoki tusal kılıdığan uyg'unish hareketininki, güllenish hareketininki qatili hisoblanadigan 14 türlük fikir haqida söz başlagan toq. İlgili derslerde 1, 2, 3, 4 fikirlerini görüp ötken toq. 5. fikir yine mush sahada ketayotganlarning, mush sahada xizmat qilayotganlarninki to'la odatlanib mag'lub bo'lishiga sabab bo'ladigan zihniyetlerininki birisi şu adetni qanaq ekilish, yo'tkab ekilish. Yani adetni yo'tkab ekilish degandan bu yerda davomliq masalani tunugim bilan qiyoslab, o'tmish bilan qiyoslab qanaq qilish, qarash masalaga qarata. Yani yeni mesleği qarata bir yeni ko'z bilan, yeni tefekkür bilan qarab bakmaslik meselesi. Naydi iniq addi tushuntirib turibdir. Davatudu fa'indama tatarasakh ladal afrad anmat ve abniya zihniya muayyana كانت فعالة في التعامل مع مواقف جديدة ومتنوعة. Yani kişilerin yoki shaxslarda muayyan bir zihni qurilish uslubla o'rnab qolgan vaqtda yangi o'rin va turli o'rinlar bilan bo'lgan muomala nihoyatda aktiv bo'ladi. Fa innahu g'aliban ma يتم تجاهل استراتيجيات جديدة أكثر فعالية. Ama şu vaktin özünde köpünç vakitlarda bu yeni texmo önüme yaxşı stratejilik mında planlar yoki stratejilik bir fikirlerden quruq qalıdı yoki onu bilmez oludu yoki onun bilmey ütüp gitip qalıdı değil. Yani demek çoğunu şu qarindoshlar. Adeta normalda her adamınki bir yaşagan bir muhit oludu. Ügengen bir muhit oludu. Eğer bir adam özünün ügengen nersini bütün hayatımda kullandığım uslup muşu, hayatımda mağdığan yol muşu dep kallısqı ornap kalsa tamam. Maharetini güzel ügense mesela. Mesela ötmüşteki tecrübe sağlığa asasen etraflı qarashni ügense to'g'ri şu ötmüşteki tecrübe sağlığa yoki ügengen bilimi meselelerge qaragan qarashlari kallasida o'nigan buni ma'lum darajada natijaga erishtirishi mumkin. Lekin şunun bilan bekivelish undan boshqa taraflarga qaramaslik yangi tefekkürlarni qilib bakmaslik belkim o'tmishga chaplashib olgan yoki ma'lum bir odatga o'zini mixlab olgan holatdagidan aktivroq, texmi unumliroq ba'zi strategik planlardan qanaqa qilishi mumkin, buni mahrum qo'yishi mumkin. Yoki inson ba'zida o'zi qasdan zo'lab texmi yaxshi unumlik yollarını kömesi saldıgan ahvallar var. Hem de muşu tosalgını xulaslaydigan qatil ibarlarninki birisi manda bir gaplar. Qavlu ba'dihim degani manda bir gaplar var. Biz mashta qilib davomli to'qaznatdiq. Yoki masalalarni bu şekilde hal qilatdiq. Yani to'g'ri, men bayatni degan gapni biroz endi takrorlash to'g'ri keladi. İnsan özünki hizmet hayatındaki bir zamanlarda bir vakitlarda yoki bugunning oldidagi vaqtlarda
ma'lum uslublarni qo'llanib utuq qozongan bo'lishi mumkin. Masalalarni shu uslublarni qo'llanib hal qilgan bo'lishi mumkin. Ammo Abturning bu yerda aytgani nima desa, hargizmo tünügün ilmini koygan uslubga bugün çatlaşıp almaslık lazım. Buna deganlik çokum yenilaş kerek deganlik emas. Belki yenilaşqa ihtiyaç tug'ilgan hamon yenilib o'tish kerak. Hargizmo men tünügün ana qilib utuq qozongan, biz o'tmishda mana qilib utuq qozongan, biz burun manda qilgan to'q deb o'tmishdagi odatlangan ma'lum bir ishga chaplashib olish del yenilik yoki uyg'unish yoki g'o'llanish desek bir millatni qutqizish xizmatiga eng cho'ng to'sal bo'ladigan ishlarninki 5-si. 6-si o'zgarishga qarshi turish. Odatda inson normalda sizlardan so'rab baqsam, agar musoid bo'lsanglar, ya'ni qulaylik qilib qolsa yozsanglar bo'ladi. Inson o'zgarishga nimishga qarshi turdi? Qanday insan özgürlükке en öçülüdü? Nima uchun? Mesela men üzemine aytsam, hayatımның dastlabki qadamlarida yoki xizmatning dastlabki qadamlarida boshqalarning o'zgarishini talab qilma. Boshqalarning ishlariga baho qo'yma, ya'ni. Boshqalarning ishlarininki ijobiy, salbiy taraflarini qana qilma, tahlil qilma. Tahlil qilib, ama o'zim o'rtaga tushib, men ishning beshi bo'lgan vaqtida yoki ishni qo'l silib qilayotgan vaqtimda boshqalar tarafidan o'zgarish fikri o'rtaga kelsa, nima ish qilman unga qarshi turaman. Nima uchun? Yana texmi o'zgarib baqay demayman. Desamda balkim sizlar nurg'un kallanlarda bu to'g'risida o'ylanganlaringiz bor. Ammo mening kallamdagi narsa insonni bir xilalikqa ruhiy jihatda yerishiladi. İş üstüge tushgan vaqtda yoki ish qilish jarayonida bu musofada hamidim deydi-yu, ammo ruhiy jihatda haridi inson. Charchaydi. Shuning bilan bir odamninki ma'lum darajadagi tafakkur, tasavvurininki doirasi ham chekli bo'ladi. O'zining butun biladigan yoki kengayadigan chegirlarining eng nihoyatga yetgan bo'ladi nurg'un ishlar. Lekin bu adam ko'migan narsani boshqalar qanday qiladi, ko'radi. Yoki bu adam burun o'rgangan ma'lumotni bugungi vaziyatga qanday qilmasligi mumkin, to'g'ri kelmay qilib qilishi mumkin. Ya'ni insonda nima endi o'zininki maslashanmay qilib qilishdan qo'rqish yoki o'zining yetgan shu doirasini navbatda bo'lishga tegishlik en yaxshi ahvol. Zaten bundan yaxshisi bo'lmaydi. Endi bekroq endi niyatining keyniga o'tsak, agar endi u to'g'ri emas, lekin shuni o'zim tahlil qilish nuqtasidan bundan ortiq o'z bo'lmaydi degandek bir xil. Uni hech kim demaydi-da endi. Bundan ortiq o'z bo'lmaydi. Ya'ni texmi aytsak, bizden artık qilvasi bo'lmaydi degandek bir xil pozitsiyalimi bo'lishi mumkin. Bir pozitsiyalarning ichidagi biysandi. Buni hammadamga men umumlashtirmayman-da, ammo boshqa bir aloqa omillar tufaylidan, endi qanoat ruhi degilmaydi ko'pincha bu ahvollarda. Chunki bu qanoat bir xil ijobiy atalg'u. Men ko'pincha vaqtda bunda o'zgarishga qarshi turgan kishilarningki bu ruhiy holatini, pozitsiyasini nima deb qarayman, salbiy deb qarayman xususan. Mushu bir psixik omillar, mushu kalladagi zihniyat tufaylidan o'zgarishga qana qilishi mumkin, qarshi turishi mumkin. Ammo yana mushu munosabatlar men bir narsani deb qo'yay qarindoshlar. O'zgarishning hammasi yaxshi emas. Ba'zida yaxshidan nacharga o'zgaradigan ahvollar bor. Endi masalan bu sohada xizmat qilayotganlar o'zining tajribasi yoki oldin ko'rarligiga asosan agar maholatdan o'zgarish bizga yaxshilik ekanmaydi bo'lib qolsa, u boshqa. Ammo bizning hozirgi navbatdagi umumiy ahvolimizga ko'ra tahlil qilganimizda bizda tahi u yerga bag'aya yo'q. U nuqtaga berib bo'lmadik tahi. Bizning navbatdagi ahvolimizda o'zgarishga qarshi turish haqiqatanda ya o'zgarish berilgan vaqtda saptin chiqib qilishdan qo'rqadi
yoki o'zi yaratgan natijalarninki ko'milib qolishidan qo'rqidi yoki shuni eng qig'iladigan ishning yuqorisi degan bekallasdagi zihniyat tufaylidan o'zgarishga qarshi turadigan ahvollar bor. Buning misollarini har sohadan topa olamiz. Ilmiy sohadan topa olamiz. Siyosiy sohadan topa olamiz. Jihodiy sohadan topa olamiz. Har sohadan qana qila olamiz, topa olamiz qarindoshlar. Abdur Davud Mishada فهناك نزعة عامة لمقاومة الأفكار الجديدة والحفاظ على الوضع الراهن بوسائل عديدة. Yani bu yerda bir xil xarakter va umumlashib ketgan bir xarakter. Nima desa, yangi fikrga qarshi turish uchun va navbatdagi ahvolni saqlab qolish uchun turli vositalarni qo'llanib masalan. Bunun aloqa dedim ya, misollarini cho'ng kichik hamiyatni topqirildi. Masalan, bir adam maktab ochdi. 5 yil ilgari maktabi navbatdagi vaziyatga qarata yomon keyinda qiliqliqamdi. Ammo u o'sha qiloligini yuqur imkoniyatining eng yuqorichagi shu. Buningga kelib, "Ma maktabingiz manda ekan" desa, to'xtab turib, "Bu maktab mening, men ochdim. Taraqqiy qilsa, yanada o'xshash töhbə mağisa buludu. Kel qarindishim, yangi fikrim olsa bira, nima ish qilamiz? Agar o'zi qiloqliq o'day ko'p qolsa, mening tashabbusim asli o'zini taraqqiy qildirsa eng yaxshi. Agar o'zining imkoniyati bo'lmagan ahvol ostida, ya'ni bir xil ruhiy jihatda charchagan, hagan ahvol bo'lib qolsa, charchamagan, hamagan bu xizmatga yangi kirganlarni akilib taraqqiy qildirsa bo'ladi. Unda qilmay, yo'q, mushu eng qig'iladigan ishning yuqorisi shu. Ondan boshqasini qilmaymiz devasan, qanday bo'ladigan gap desa, boshqalar buning navbatdagi millatning bolalarini tarbiyalashga ko'zi yetmagan boshqalar qanday qiladi? Bosh maktabdan birini ochadi. Undan keyin ammo anonga nima deb bir xil bilan raqobatlashsa degandek bir o'rtada bir ish chiqadi. Buni men bir maktabning misolini oldim ya. Maktablar emas endi bu hamma sohada shu. Hatto siyosiy sohalarda shu, hamma sohada shu qarindoshlar. Bu yerda nimadan ansiraydi desa, xavfan min in'ikasatiha alal-amilin va istiqrarihim. Bu sohadagi xizmat qilayotganlarga aks ta'sir berishidan va ularning turaqliqligiga aks ta'sir berishidan, mayli jamoat olsun yoki shaxslar olsun, aks ta'sir berishidan ensirab turli vositalar bilan o'zining navbatdagi holatini saqlab qolishiga qana qiladi tirishadi. Qanday qilsa qilib yangi o'rtaga chiqmoqchi bo'lgan ishlarning oldini qana qiladi oladi. ولذلك تستخدم بعض العبارات القاتلة. Bazı qatil ibarelerini işletip koydu. Hem de bilirler belki aranlarda hem onlar vatanda din işlerle şoğlanırlar deb o'ylayman. Men bu yerda hozir ders anlayotgan 40 yaqin qarindoshimizning hammasini vatanda Xitoyning shu ig'ir zulmining ostida bu din ishlarla shug'ullanganlar deb qarayman. Shuncha yashab men nim deysek deyishdik, kimlarni qanday ayblaydik vatanda, ammo bir odamni da jasus Xitoyning adami yoki buningda chatoq bor deb ayblamaydik hamda. Vatanda yana bizning ayblashadigan bir chekirimiz bo'pti. Chunki men o'ylayman vatanda bizni eng cho'ng besib turgan narsa Xitoy bo'lgandan boshqa yerga bak kallamiz ketmaydi. Fursatlar topilsa az olsun, ko'p olsun bir ish qilish xiyolimiz bo'pti va bir ish qivolatdik. Ya'ni atrofdagi o'zimizning qarindoshlar bilan bir narsa deyishgidek, etishgidek vaqtimiz yo'q. Ammo chet elda ishlarning hammasi bir xilaliqqa hamma sohamdi. Monopol shaklida bo'lgandan bir sohaga bir odam bir necha yil ajr qilib kelib bayatın degandek bir xil onun bir xil zihniyat shakllanadi, bir xil tafakkur shakllanadi, boshqalar kelib mana bunda qilli deydi yoki demaydi. Yana birisini qiladi. Hemen bu mening o'rnimni egalligili temshali degan asosda qarshi tarafning o'rnini egallashining oldini olish uchun qanday til ishlatish qo'rqmaydigan gap. Dedim ya, vatanda har qancha bo'lib kelsa hech kimni jasus demaydi. Ammo bu yerda normalda endi to'g'ri deb o'ylamdi. Meselenin quruqini apırıpla mesela Xitoyga bağlaydigan normal bir adamdan kelib Xitoyning adami deydigan amaliyat bek ig'ir gap qarindoshlar bu. Nima desam, bu birorta kitob o'qish darsi o'qishga erkin biroz
mazmun jihatda kengayib ketadi ekanmiz. Yani ayibga urmoqman. Bir odamni josus degan gap. Bu odamni maslava deb Xitoyga iymon qilganlik agar rasmiy surishti qilib ahkam hukm jihatda sirib apasaq, bu munofiq degan gap. Munofiq degan musulmon emas, kafir degan gap. O kafir degan gap apa qilsak, uning ayoli haqiqiy musulmon bo'lib qolsa, o'tirdi nikoh yo'q degan gap. O apa qilsak, yomon cho'ng ish chiqadi, hatto uning qini halol bo'ldi masalan. Bu bir gap deganni o'ylab bakib qana qilish kerak, qarindoshlar deyish kerak. Meda ma'abturun bu gap nereden chiqib qoldi desanglar, "Validalika tastaxdim ba'd al-ibarat al-qatila" degan gapdan chiqib qoldi. Haqiqatan qarshi tarafga ig'ir gaplarni ishlatamiz. Hamda nimday subhanalloh deyishdan boshqa nimam yo'q, boshqa gap yo'q. Asliliqi A taraf, B tarafga, B taraf, A tarafga biroz musamaha kam qo'saqlik bilan to'xtab turib, hech bo'lmasa tön eng bulanmagandama qani qilib baqsun ifodasini saqlab qolsa, mencha nurg'un salbiyatlarni qana qilinib qoldik, saqlanib qoldik qarindoshlar. Masalan, ularning ba'zininki gaplari bor. Bu masalani hal qilishdagi bu xil uslub hargizmi oyga chiqmaydi. Yoki bu fikr nihoyat zo'r qiyinchiliklarni olib keladi masalan. Yoki biz bundan ilgari bu ishni qilib boqmagan, nimishqa bunday yangilikni qilgudakmiz. Bundan bunday masala chiqadi. Mayli Abdurrahmon silqlab yaqinma bizning Uyg'ur jamiyatimizda bundan eg'rich ketib boradi ahvolchi. Favqulodda eg'rich ketib boradi. Aş Facebook'taki gaplar esonli bo'lsin, bizning millatning ichki dunyosi. Bizning millatning ichki dunyosi. Yani sesaqchilik desak bo'ladi buni. O'rtada o'zining salohiyati bilan yuziga qarab o'tirib diyemagandekin, oyada majhul nomlarning keyniga o'tiblam, noma'lum adreslar bilan, noma'lum hisobot akkauntlar bilan qanday qiladi? İşte qo'saqtikin deydigan gap. Halbuki hamda echinishdan boshqa amalimiz yo'q, chunki ko'diq millatimiz shu ekan. Gerçi mesela torda, internette, Facebook'ta, Twitter'larda namını Yushurvaldi deyilgen bilen yezilayotgan her Uygurca xat, her Uygurca cümle bizning bir tarafimizning sesliqini ko'z tupuradi bizga. Chunki o ismini qancha yushursin, ya barmoqimiz, ya tirnoqimiz, ya quloqimiz, ya burnimiz. Chunki o'zi Uyg'ur musulmonlar bo'lsa bizning bir tinimiz ya, bir ummat, bir tanga o'xshaydi, bir badanga o'xshaydi. Aşu Facebook'ta çıkıvatkan sesaqchilik, bizden ya barmoqimizdan çıkıvatkan sesaqchilik, yoki bir yerden çıkıvatkan sesaqchilik, yoki chiqib bizden çıkıvatkan sesaqchilik. O kim ne desin? O muhim emas. Makallanlı ine qolsin, o bek muhim emas. A, B, C bizga muhim emas. Kim bo'lsin, hammasi bizning biz ya o. A mi biz, B mi biz, C mi biz ya? Kimga qanday sesaq yap qilsin? Biz yani. Halaqi hergiz üzerine rahatlatmanglar. Men qilmadim deb rahatlanmanglar hergizmi. Tugishashning birinchi qadami shu. Men xatolashmadim demanglar. Tugishashning birinchi qadami shu. Biz xatolashyapmiz. To'g'ri, Ahmet, Samet, Mehmet bu sifatimiz bilan biz demagantimiz, biz yozmagantimiz, ammo ashuning hammasi biz amaliyotchi. Bir tuproqning odamlari bir havada nefeslengen, bir östağının, bir deryanın suyunu içip çoğalgan seli bizlerinin ki bir tarafımız hem de görünmegen bir tarafımız. Ve naqsid bittaba التسرع في سرد تلك العبارات قبل دراسة الفكرة دراسة جيدة أو محاولة البناء عليها. Yani bir yerde biz tabii ki bizning maqsad qilayotganimiz nima desa, ash yuqoridagidek boshqalarni tillaydigan qotil iboralarni bayon qilishda ya'ni o'tirib qo'yilgan fikrni yaxshi shaklda bir tadqiq qilish yoki uningga bir asoslanib baqishni urinishdan ilgari bayon qilishdagi oldirashni qilyapmizda. Ya'ni birisi bir fikrni o'tirib qo'ydi. Buni go'zal bir mulohaza qilinish kerak. Güzel mulohaza qilinish kerak. Mulohaza qilinib buning to'g'ri tarafi qanchalik, xato tarafi qanchalik. To'g'ri, xato bo'lib qolsa haqiqatan rad qilish kerak. O kim bo'lib kelsin. Lekin o'ylanmasdan, tadqiq qilinmasdan
mani rad qilib o'tish balki ig'ir masala. Bir qarindishimiz hozir la yadurrukum man dalla idha ihtadaytum debdi. Ummatninki to'g'ri yo'li nima desanglar? Ummatning Alloh bizga Qur'onda kapolat bergan halok bo'lmaslikning bir kapolati isloh qilguvchi bir bilik odamning o'rnida qilib qilish. Isloh qilguvchi degan nima? Doim anglab ketdingmi bu gapni ta'kidlamasam bo'ladi. Bir millatning yaxshi bo'lmoq qolsan, bir odamningki yaxshi solih odam bo'lmoq qolsan, ammo muslih bo'lmoq qolasiz. Muslih. Alloh bizni halok qilmaslikning bir sharti mayli aramizdan eng oz sonda olsun bijbilik odamlarningki xatoni ma'u xatode ma'ni o'ngsa qildi degan pozitsiyada turishi. Bak muhim nuqta. Mayli ben kichikgina bir qism birini gapiray munosabatlik qarindishimiz shu gapni yozib qilib deb dish to'g'ri keldi bu gapga. Odam alayhissalom bilan iblisninki jannatda o'tkazgan xatoliqining darajasi asosan o'xshash terlik ikkala asosiy qiliqliq. İblismi Adem'ge ta'zim qilmay, sajda qilmay, asiylik qiliqliq. Adem alayhissalommi yema degan mevani yeb qo'yib asiylik qiliqliq. Ammo Adem alayhissalomni Alloh kechiruglik, iblisni kechirmay qiyomatga qadar la'nat qiliqliq, do'zaxga hukm qiliqliq. O'tirdagi farq nima bo'lsa, pozitsiyadagi farq. Qanday pozitsiya? Adem o'zining o'tkazgan xatoliqiga tutgan bir pozitsiyasi bor. Adem alayhissalomninki Robbana zalamna anfusana va illam taghfir lana va tarhamna lanakunanna minal khasirin pozitsiyasi. İblisninki ana xayrun minhu. Yani men ondan yaxshi degan bir şekildeki pozitsiya. İki xil pozitsiya bilan bu yerdagi birisi mag'firat, yana birisi do'zaxga mahkum bo'lish masalasi o'rtaga chiqdi ya. İki xil pozitsiyadan. Yani men demoqchi o'g'lim shuki, agar millat xarakterlik, agar biz mijilib ketsak, mana ifodalay, yani o'zimizni tashlab deganim millat buzilib ketdi, millat yo'ldan chiqib ketdi, tillashib ketdi, o'qib ketdi. Çatığımız yo'q. Ketdi hammasi. Bayatınqi ezilganda kel fayadurrukum man dalla idha ihtadaytum degan shaklda tashlasak, ma millat Qur'onda til qilingan, vayron bo'lgan, halok qilingan ahli kitobning suftiga chiqib qoladi. Ya'ni xato ishlarga parvo qilmaydigan, xato ishlar yuz berib kengayib ketishiga faqat bir atal moizmi taraf qilmaydigan bir holat shakllanib qolgan hamon millat munqarz bo'ladi, tugishidi deb tushunsak bo'ladi. Ama bayatni yozilgan la yadurrukum man dalla idha ihtadaytum degan oyatga kelsak, bu bir odam o'zining mas'uliyatini ado qilib bo'lgandan keyin, masalan, undan keyingi masalalar sana ziyn yo'q degan gap. Ya'ni butun odamning gunohini men ustimga gap qilolmayman, butun odamning jinoyatining jazosi menga berilmaydi degan gapda. Tamam, davomlashtiraylik qarindoshlar. Ya'ni bayatni dedik ya, biz yuqorida deyilgan o'zgarishga qarashtirish fikridan maqsad qilayotganimiz, bir fikr yangi fikrni o'tirib qo'ya olsa, buni bir yaxshi, go'zal bir shaklda tadqiq qilib, izdinib, shunga bir unda asoslanib boqishga bir urinish qatorliq ma ishladin ilgirlam aldiraplam uni qanaqa qilitish, rad qilitish ma'u maqsad hamda. Ammo ishning rahbarlarininki manda bir vasita anna vasilatan ma vasita bo'lmaydi, lan tanjah. Ya'ni ayga chiqmaydi. Yoki bu vasita bak chiqim ketadi buningga, masalan, uzun qanaqa qilgandan keyin fikrini tadqiq qilgandan keyin, tahlil analiz qilgandan keyin, taqlibaha o'rib cho'rgandan keyin manda olib qolsa, hada fi'lun mamduh la shak. Bu vaqtda buningga qanaqa qilish kerak? Tabiiyki bizning qilish ishimiz bu shu. Mana bir nuqtani men iboyat mazraq askartib o'tdim, hozir deb qolib o'tay qarindoshlar. Yenilikqa qarshi turish to'g'ri emas degan bir shavqindan ta'tir chiqqan bir xatolikdan birisi bo'ldiki, emas yangilikdan hammani qabul qilaverish. Bu muncha taqchu. Oxiridagi jumla shuni ifodalasi kerak. Ya'ni cho'qim kallada bir biz burundan tatib kitobning 5-dan tatib qatnashayotganlar balkim gapimizni tushunishi mumkin. Bir prinsip bor bu yerda, bir ideologiya va
va uning keyindagi nurg'un xuddi planninki utuq qozonish uchun muvaffaqiyatli bo'lish uchun besib o'tishga tegishli 6 bosqichni biz o'qib o'tdik ya oldingi qatimliq darslarimizda. Ashunda bir o'lchamlarimiz va shu bo'yicha masalalarni analiz qilib, tahlil qilib, oldi-keyingi obdan qarab, foyda ziyinni obdan o'ylab bo'lgandan keyin ya buni qabul qilish yoki rad qilish qarori chiqsa, go'zal va mutaqilish kerak. Ammo ikki xil, bundan chiqadigan ikki xil bir salbiyat va birisi u analizni qilmasdan, masalaga oldi-keyinga qaramasdan, foyda ziyinni o'ylamasdan kelgan hamaldan bevosita rad qilib o'tish. Bu yangilikni rad qilish deymiz buni. Yangilikqa qarshi turish deymiz yoki o'zgarishga qarshi turish deymiz. Yoki bo'lmasa kelganning hammani qana qilish, hammani qabul qilaverish. Uruqsimiz, axlat, fikrlarni hammani qabul qilaverish. Bu planni millatni uyg'otish planini yoki qutqilish planini mag'lub qiladigan, mag'lubiyatga uchiradigan ishlarninki birisi. Menimcha 6-fikrininki demek çoğun Abdur'un bizge yetkizmek çoğun mezmun menimcha aydınlaş deb o'ylayman. 7-si adamut tavazun bayna tanafus va taavun. Ya'ni mush sahada xizmat qilayotganlarninki orasidagi raqobat bilan o'zaro hamkorlashishninki qanday olmasligi, teng bo'lmasligi. Men mushu abzasini tushuntirishda bir futbolni misol qilay. Futbolni futbol oynagan vaqtida bir grup bo'ladi, bilasizlar. Bir grupda masalan 11 adam bo'ldi deymiz, shundaymi? 11 adamninki har birisi yakki shaklda muvaffaqiyat qozonishni orzu qiladi. Ya'ni top kirgizishni orzu qiladi. Buni biz nima deymiz? Tanaffus deymiz. 11 adamning ichida bir qarshi tarafni qo'yib turaylik hozir. Qarshi taraf u boshqa. Bir gruppa bir komandanın içindeki 11 adamның içinde öz ara birisi bilan raqobat bo'ladi. Yani kim topni kirgizsa, shu utuq qazanib chiqadi endi. Bu öz ara raqobat. Endi mushu öz ara raqobat shu darajaga taraqqiy qilib, ma komandani qarshi tarafning oldida mag'lubiyatga uchiradigan darajaga olib qolsa, bu to'g'rimi, to'g'ri emas masalancha. Tabiiyki to'g'ri emas. Şumaşqa bu sahada xizmat qilayotganlar tabii raqobatga ahamiyat berish kerak, chunki taraqqiyot olmaydi raqobat olmasa. Ammo bu raqobat sahaning xizmatining o'rtaq manfaatiga ziyon yetkazadigan darajaga olmasligi kerakki, hamkorlashadigan yerda qanday qilish kerak, hamkorlashish kerak. Ya'ni masalan buni bir siyosat yoki bir davlat masalalariga olganimizda bir davlatda asosiy partiya bo'ladi, hokimiyat tutilgan. Andikin atrofdagi o'qituvchi partiyalar bo'ladi. O'qituvchi partiyalar tabiiyki qana qiladi, tirishidi, raqobatlashidi hokimiyat tutayotgan partiya bilan. Uningki xatoliklarini birdan ko'tarib chiqadi o'rtaga. Mana shuni xato qildi, ana xato qildi, mana bunda qilsuldi, ana bunda qilsuldi degandek. Ammo bir dushman sirtidan davlatga besib kelganida düşmanga qarshi sap tutishda ikkilanmasdan yerdagi hokimiyat tutayotgan partiya va o'qituvchi partiyaning hammasi bir sap tutish kerak. Agar mishadi ketkizib qo'ysa, mushtamponlikni saqlayolmasa, masala sharni chiqadi. Bizdagi dal masala shu. Ya'ni biz o'zimizni oq kala, yana bir tarafni qor kala, ya qizil kala, ya sariq kala deb o'ylaymiz. Esonda bo'lsin, qarshi tarafdan kelgan Çilböre qarqaliniga vaqtda sen kulib hijib tursan, cho'qim sinimi uning kendini qana qiladi, yeydi mutlaqo. Ammo sen mel oqqal ol, qarqal ol, hamkorlashib o'rtaq hujum qilib kelgan bo'rini qaytuvgandan keyin o'zaro ushamsa, tipshamsa masala yo'q. Maqsadni tushunyapsizlar? O'zaro yolg'iz qolgan vaqtida, bo'ridan qutulgan vaqtida üsşemse, tipşemse çok mesele yok. Çünkü qanchalik üssun, qanchalik tipsun özara işlegen çok mesele çıkamaydı. Ama düşmenge qarta, sirtqi qarta
Bunda hemkarlaşış birisi bilen. Mörünü mörüge tiraş. Yani umum menfaatini düşüneleydiğen bir zihniyetki ega oluş pek muhim mesela. Muşa ahvalda tamponlukni saklamaslık mı? Bu sahada muvaffaqiyatni bizning kechiktiradigan yoki bizning mag'lub bo'lishimizga sabab bo'ladigan omillarning birisi. Abdur 7. zihniyatda adamut tavazun beyne tanafus ve taavun. Yani raqobat bilan o'zaro hamkorlashni o'tiridagi tangfonliqning bo'lmasligi ma'ni tushunilmaslik. Raqobatlashdik degan gap uni dushmanga tashlab berdik degan gap emas. Maqolda aniq olsun. Ve hunaka haja massa ve mulihha lil mazji beyne ruhut tanafus ve ruhut taavun beyne al-afrad vel cemaat vel muassasat ve gayriha. Bu da nayte ciddi bir ihtiyaç var. Zarur bir ihtiyaç var. Massa ciddi, muliha zarur bir ihtiyaç var. Nima desa raqobat ruhi bilan shaxslar, jamoatlar va organlar va undan boshqa taraflarninki o'tirisidagi hamkorlik ruhining o'tirini qana qilish, aralashtirishning intayin ciddi bir ihtiyoji bor. Chunki bizda hamkorlik shakllansa xuddi oppoq-chapaqlab chaplashib ketamiz. Ki o'zaro xatoligimizni ko'rmaymiz, to'g'riliqimizni ko'rmaymiz. Shunday raqobat bo'lib qolsa, o kadar raqobat bo'lamizki, dushmandinmi buni qanday ko'rilgan eg'ir ko'radigan. Bu to'g'ri ish emas. Ve zalika bu yuqoridagi bizning tavsiya yoki yuqoridagi gapimiz nima qilsa bir qimmatli natijalarni ro'yobga chiqarish uchun. Chunki fakasiru min at-tanzimat tashkilotlarningki ko'pinchisi, chunki fakasirdagi fa chunki ifodalaydi. Chunki tashkilotlarning ko'pinchisi arasidagi haddidan oshgan raqobat til qo'llari bilan urushish derecesiga vardı. Madem adli gapni qilibdi. Men deymanki, raqobat shu darajaga vardi ki bizning qarindishimiz biz bilan bir dindosh bo'lgan yoki mushu sohada billa bir septi turish tegishlik, ammo raqobat va kishilar dushmanlar tarafdan yem bo'lib kelsa, ko'nglimizning tagida qo'shiladigan darajaga vardi raqobat. Ammo bunda hemkarlaştı diyenlerço, yani bir grup bulup ağallaçı dese, kema yasqil, yani şundakla haddidin aşkan özara hemkarlık, bazıda nege var dese, hareket qilgan vaqtda bütün qeyd ve itibarlarının hemmisine qana qilish, qo'yish darajasiga keraklik ki, to'g'rining hammasi to'g'ri, xatoning hammasi xato. Bunda shakl bo'lib qoladilar. Yani men o'zim bilan bir grup kishilarning hamma ishi to'g'ri. Tamamen. Onun hata işi yok. Maderece görüp kılıqlıq demekçi. Mimma, meydeki mimma ne? Bu da tercüm kılsanı doğruş kılır. Mimma yekunu sebeben fi fuqtan el-ittisal bil müşkiletil hakika. Bu, hakiki meselege bağlanışını yoqtup qo'yish yoki uni hal qilishda bir ilgirlashga munosabatlik aloqani yo'qotib qo'yishga sabab qoladi degani haqiqiy masala qilib qoladi. Haqiqiy masala qilib qolib biz o'zimizdan bo'lib qoladigan gap. Chunki qarg'ularcha hamkorlashgan vaqtida hal qilish chorasi o'tirib chiqmaydi. Hal qilish chorasi qanday vaqtda o'tirib chiqadi bilamizlar? Mening aybimni ko'rsatib turadigan bir raqibim bo'lgan vaqtida. Mening aybimni ko'rsatib turadi. Ammo u raqib dushman bo'lmasligi kerak. Raqib deb atadim, dushman boshqa. Bizning masalan biz desak, biz haqiqiy dushmanimiz Xitoy. Ammo atrofdagi Xitoyga qarshi shakllanib qilayotgan o'xshamagan tashkilotlar biz-bizlarni qanday qildi raqobatlashadi. Va biz-bizning ayb nuqsonlarini ko'rsatdi, xato qilgan yerlarini ko'rsatdi va tuzildi. Bu tanofus. Agar bu tanofus Xitoyni qo'yib qo'yib qurol yaroqning uchini o'zimizga to'g'riladigan darajaga kelib qolsa, vayron bo'lganimiz shu. Yoki bunda tanofus yo'qolib, hammasi guruhlashib olib, bir yerga kelib olib, guruhlashib olib, qilgan ishiningki to'g'risimi to'g'ri, xatosimi xato bo'lib qoldimi, hal qilish chorasi o'tirib chiqmaydi. Abdur bu nuqtani da'vatidi. Valizalika shunlashqa fa inna tawazun baynahuma bu ikkisining o'tirdagi raqobat bilan hamkorlashning o'tirdagi tangpongliq shartun min shurut al-ibda' wal intaj. İcadiyet
ve işlep çıkarışının şartlarından mühim bir şart. Oturdaki tamam noktaydı. Bu 7. amil ya 7. taraf. 8'incisi yani şu oygunuş, güllünüş hareketininki en düşman zihniyetlerden yoki düşman amillerden to'salg'uladigan amillardan g'alaba qilishning oldidagi to'salg'i bo'lgan omillardan 8-incisi biri paket yoki dalilni aniqlamasdan tamamen qanaqib ketish, ig'ib mengib ketish insiyoq tanlaydi. Ama bu xil tefekkür ve hada namt min at-tefkir bu xil tefekkür yubtala bihi men i'tamada al-ittiba' bi gayri ilmin. Bilimsiz, malumatsız egishishga tayinib qolgan kishilar bunga giribda bo'ladi. Endi hozirgi mening tushunjamda hozirgi bizlar ashtaroq bo'lib qolgan qanday. Ya'ni kimning ovozi ullugroq chiqsa yoki to'g'ridek ko'rinsa og'imiz shu tarafga meyadaki bir noktaga alayhi dikkat qilishing kerak. Bi gayri ilmin ma ilmiy sohadagi ilm degan gap nima o desangmi har qanday narsani paket nuqtasidan tahlil qilib dalilga tayinib turib kelgan natija ilm bo'ladi. Ama maash mushtarak turdi juma mao ishni oyog'iga chiqadiganda qildi juma mao ilm emas. Her bir nokta inçkilik bilen tahlil qilinib, ma'no dalili ma'u, ma'no paketi ma'u, ma'no asl ma'u munda qilalaydi degan bir şekilde bir neticeye berishning o'zi ilm bo'ladi. Yani ilimsiz, işte paketsiz, tahlilsiz egishishga tayinlangan. Naq qarasam yaxshidek turdi, obdandek turdi, iqtidorliqdek turdi debla mengib ketadigan ma şekilde adalanib qolgan kishilar an yuqoridagidek kasalga yoki tafakkurga mubtalo bo'ladi. Ve şunda perez kılıdı ki onundan ilgiri ötken kişilerden hatalaşının ki mahallıqını hatalaşmaydı mesela. Mesela değil ben aldığım fikirlerin noktalarını bunu alayla tekitlep öttüm. Bizden ilgiri ötken ki ecdatlarımızdan şimdi mesela 33. yılı Cumhuriyet kurgan ustazlarımız, liderlerimiz var. 44. yılı Cumhuriyet kurgan liderlerimiz var. Ama iki Cumhuriyet ve onun aldığındaki Yakup Bek'ninki hüküm sürgen bir mezgillik hükümetleri bir hakikat var ki yıkıldı. Bamya yok, yıkıldı. Bu yıkıldı diyen gap çokum bir mesele var diyen gap. Mesele var diyen gap onu bir eyiplep, onu öz derecesinden, mertebesinden çürüp ulu hücum kılış niyetim yok. Yani bir uslup cihette ketip kalgan bir mesele var, bir taraf var. Eğer biz yine şu tarafını tahlil kılmayı qar kuyak ya ulu degen hatalaşması insanlar. Ya o ilgirkilerinin göz qarashları nima o qatti kemtilik emas, qasira. Hergiz kem emas yoki ro'shan emas, mumkin emas. Aşulunun qig'ini bir 100%lik to'g'ri. Aşulunun qo'llangan uslubi 100%lik to'g'ri degan ideyaga kelib qolish masalani ayıqqa chiqarmaydi. Biz qaysi kuni bir darsda o'qib o'tdik. Hozir bir aslday mabda bilan manhajdan o'tirdi farq bor. Shunami arkadaşlar? Mabdadan asla voz kechmaymiz. O mabda 44. yıl yoki 33. yıl g'ilam xos mabda emas, 1400 yil ilgirisiga tutishadigan bir mabda o. O mabdadan asla voz kechilmaydi. Ammo biz zaman, makan ve sharoitning o'zgarishiga ko'ra o'zgartishga tegishlik narsa u o'zim manhaj, ya'ni uslub. 33. yılda Cumhuriyet kurganlar ay oldu menip Cumhuriyet kuruptu. Ama o Cumhuriyet uzun qolmay o'libdi. Biz aşı ay yolunun üzerine qaytadan menip bakışdan haceti yok. Eğer bugenge nima kelmasa, olmaz kelmasa, be yolda menip bakış kerak. 44. yılının mag'lub bo'lishning sababi bula sey yolda mangan. Biz çokum biz aşılının keynini erişmayotgan adamlaydik deb sey yolda manishdan haceti yok. De yolunu sınap bakış gerek. Mana da oturum Abdurrahman demekçi oğunu bu. Şunaşqa lidalike Allah subhanahu wa ta'ala bu xil uslubni ayıpladı ve üzdün ilgirikilerge bilimsiz egişidiganlarni ayıpladı. Dedi ki ma lahum bihi min ilmin
İyettebi'ûne illa zanne ve inne zanne la yughni minel haqqi şey'a. Yani resmi meseleni iniq bilmey turup özünki gumanyga geçmemiş hakikaten hiç narsani behacat kılınmaydı deydi. Yani şu uygunuş sahasida xizmat qilayotgan bazı qarindoshlar özünün kallasındaki zunun gumallarga avham vahimelerge ergeşidi. Gumallarınınki vehimlerininki toğruluk derecesinden qanchalikligini iniqlab bakmasdan ve rehberlerden bir delil keltiriş, pakit keltirishni talab qilmasdan ulu bağan göz qarash tasavvurunun toğruluğuga. Ben evredendi. Ben şu qarindoshlarımızga bir narsani dey. Bulapma başka Müslümanlar tamam o özünün işini özü kılsın. Uygur Müslümanları mutlaka bir siyasi teşkilat bilan birge bo'lish kerak. Siyasi yo'ldan birge menish kerak. Her bir ikki putluq Uygur, özünü Uygur er, ayol, zati balogatga yetgan har qanday Uygurning bir siyasi faoliyati bo'lish kerak. Ammo shuni bilan birge deydigan gapim, aşu bo'lish kerak degan siyasi faoliyatda çokum ergeşken adam yoki ergeşken teşkilatdan onunki plan, projelerini, fikir, tasavvurlarini iniq bilip menish kerak. Ve pakitilen bilish kerakken ki 2 saat oturup kahve içip, çay içip oturup yuqur ovozda yoki ravon bir tillan so'zlasa, voy zodi ashta deb boshlanish deb qoyillab chiqitish ma to'g'ri emas. Iniq biz oldingi qatimliq darslarimizda bir o'qib o'tdik esimda. Bo'lishi mumkin. Marhala. Basquch. Birinci bekat ne? İkinci bekat ne? Bizning ideologiya asosimiz nima? Ve ideologiyamiz nima? Masalan, andikin planlarimiz nima? Basquchlar nima? Qo'llanadigan vositalar nima? Buning reallikdagi sinab baqqan bir tecrübe, qanchalik tecrübe var? Ya tecrübe sinab baqmadikmi masalan? Tunji qitimliq sinamdiq degandek mush noktalar iniq surishtiq qilinib mengishilishi kerak. Qanaqdir bir adam 5 saat oturup, 2 saat oturup, shunda bir aloqa biz ko'pincha Türk qon sistemasi bir xil hayajon bor. Shunga aloqa Türk siyosatchilar ko'pincha shu gap bilan jiqishni joylaydi ya bilasizlar. Türkiye'de şu hakimiyet beşidekiler gaplam o'xshaydi ya haqni. Bulamam bizday mahkum millatlar, düşmanımız Xitoy bo'lgan millat a şekilde davranış a şekilde qadamalash biraz to'g'ri emas. Yani her bir adam siyosatga qatnashishi kerak. Her adam. Bunun her adamligini o'zini Uyg'ur hisoblaydigan, o'zini musulmon hisoblaydigan her adam siyosatdan neri turishning o'zi tabiiy bir yerda halal haram deb onunla keskin hüküm çıkarammayım. Ama vatan işgaliyet astidayken, vatan Xitoyning astidayken, aşı Xitoyni qo'g'lashni kallasga pükmegen adam, yurkiga solmagan adam ve onun bir qadam olmagan adamninki imonini o'zi qaytadan tekrar teşrif baqsa bo'ladi. Hele hadisdagi jihadni o'ylamagan, jihad qilishni ko'ngliga pükmegen adam jahilet ölümü degan ölüm belki aşta adamlarımızga kep qilishi mumkin. Anda olgandan keyin endi demakchi o'g'inimiz shu. Mening demakchi o'g'inim shu. Her bir adam siyasetden nerede turishning o'zi bir xato shu olgandan keyin cho'qim siyosatdan shug'ullanish kerak. Bir siyasi taraflarning atrofiga qo'yish kerak. Ammo uyushgan aşı siyasi taraflarga qarg'ulacha emas, nima bilan ro'shan delil paket ro'shan ben bayattin degan va kitobda hozir qadar biz bir oydan oshdi o'qiyotimiz. Hozir qadar o'qigandak ideologiya asosi, ideologiyasi, onun plan, umumu planı, qisqa muddatlik planı ve merhaleler ve her merhalede qo'llanadigan qadam bosqichlar ve reallikdagi amaliy tajriba mushlarning hammasi birdan surishtiq qilinishi kerak. Qarag'ulacha mangmaslik kerak qarindoshlarimiz. Dishimi mumkin ba'zilarda. Aşta teşkilat bormi deb bir qarindoshim dedi ya. Ondan keyin teşkilatlarning undan esonda bo'lsin bir arab tilining bir maqol temsilchisi birini deb beraymi? Mislama takun yu'ammar alaykum deydi. Nima degan gap desa, xalq qaysi saviyada bo'lib qolsa, xalqning ustida hukmronlik olib boradigan hokimlar shu saviyada bo'ladi deydi.
men tushuntiraldimmi gapimni? Ya'ni tashkilotlarda agar ashta qadam bosqichli bo'lmasa, egashganlar majburlash kerak ishlarga. Egashganlar majburlash kerak. Ya'ni so'rash kerak. Jihad degan har doim dushman bilan bo'lmaydi. Ya'ni o'zimizning adamlarini to'g'ri tarafga yuzlantirish uchun harakat qilish kerak. Payg'ambar alayhisolamning hadislardagi eng afzal jihad zolim hokimning oldidagi haq so'zlaydi-ya. Elhamdülillah bizning atrofimizdagi siyosiy zolim emas, zolimlik darajasiga bormoqlik, unda kuch yo'q, chunki zulm degan bu kuch yo'g'anda bo'ladi. Ammo biz halaqa desam ko'ngli kelamo, og'rinib qolamo, bundan keyin menga yomon qarab qolamo degan bir qo'rqinchlar nurg'un narsalarni deyamaymiz. Musho masalaninki o'ng yoki so'lga eg'ib ketishni keltirib chiqaradi. Qachon biz Umar radhiyallohu anhuning oldidagi haliqi jasur ayoldek bo'lgan vaqtda shunda to'yliq masalasiga Umar radhiyallohu anhu kirib to'yliq anda olsunmi-ki, manda olsunmi deb qo'yguncha, sizning nima haqqing bor buningda? Nima haqqing bor? Ma to'yliqni Qur'onda manda deglik. Sizning o'zgartirish haqqing yo'q degan vaqtda Umar radhiyallohu anhu, ama ayol to'g'ri dedi, men xatolashibdiman. Bu shaklda Umar radhiyallohu anhu bir g'animat kelgan bir kiyim taqsimotida minberga bir uzunroq kiyimdan birini kiyib chiqib qolganga pastda o'tirganlar. Biz sening gapingni anglamaymiz, itoat qilmaymiz. Nima ishqa? Bizga taqsim bo'lgani qisqa, hajat sana taqsim bo'lgani uzun keya degan bir savolni so'ralgan vaqtda Umar radhiyallohu anhu, men igizdan bo'lgandan keyin o'zim bilan o'g'lim Ibn Umarga taqsim bo'lgan ikki kiyimni birlashtirib, o'zimga uzunroq kiyim qilib olgan deb javob beribdi. Ha, endi anglaymiz gapingni degan bir pozitsiyani bildirdi-ya. Shu pozitsiya qachon bizda shakllangan vaqtda va rahbarlarni eşeğe qistiyalga vaqtda, tashkilotlarni, siyosiy guruhlarni shu nuqtaga apralgan vaqtimizda balkim ishlarimizdan biroz nim bo'lishi mumkin, umid ko'rilishi mumkin qarindoshlar. Va yaftariduna bu xil ideyadagi odamlar shunda faraz qiladi-ki, kalasga shunda bir qilib olganki, xatolik yo'q deydi. O'zining beshidagi rahbarlarda. Bular delilga ehtiyoji yo'q, faktga ehtiyoji yo'q. Ularning rahbarlarininki gipi delil fakt bulashqa yeterlik. A desa A, B desa B. Muş şekilde. Küp gündüzde asmanda yıldız var dese, maşallah asmanda yıldız var deydiğen dereceye beraqlıq hamdi. Ve hâzen namtul qatil minet tefkir el-qaim el-ensiyaq tam vera'a fikra. Yani ma'lum bir fikrning keynidan tuluq egishib ketish asosida turayotgan bu xil qatil fikr deydi. Qatil fikr. Yani ma'lum bir shaxs yoki ma'lum bir qo'mondan fikr qildigu deb e'tibor qilib, ma'lum fikrning keynidan tamamen ko'zni yumiblam qarg'ulacha egishib ketish asosidagi bu xil qatil fikr. Yani hech qanday fakt talab qilmasdan, hujjat talab qilmasdan buningga Qur'on qarshi turgan fikr bu. Qur'on unimaydi buningga. Vajahul Qur'on. Allah subhanahu wa ta'ala har qanday fikrni qabul qilishda qanday pozitsiya tutishga bizni yetaklab deydi. Qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana. Qaranglar oyatning isilligiga. Qani bir aniq ma'lumot bormi? Men bayatdan tushundirganman sizlarga. Ilm degan nima desa, biz bilim deb tarjima qilib yomon oddiylashtirilaylik. Ilm degan gap unda emas. Ilm degan har qanday ishning aniq delil fakt bilan kelgan bir natija. Türkçe sunuş deydi ya. Mesela aniq delil fakt bilan erishgan bir ma'lumot ilm bo'ladi. Aniq fakt bilan erishmay, unda gumon bilan, xiyol bilan, yerdan anglab bu ilm emas. Ilm degan nima desa, aniq fakt bilan tot putni yerga tekkizib erishgan natija ilm. Ashta ilm bormi deydi. Qani faktni degan gap. Bo'p qolsa fatukhrijuhu lana. Chiqininglar qani deydi. Mandaq dang da o'tib Payg'ambar alayhisolamga. Payg'ambar alayhisolamga kelgan har qanday buyruq zimdan ummatga kelgan buyruq bilasizlar. Yana bir oyatda qul hatu burhanakum in kuntum sodiqin. Dangi Muhammad alayhisolatu vasallam faktni epkelanglar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Adiki qat'iy delildan deb qat'iylashtirishni aytishdi. Delil fakt olib qolsa, aniq delil fakt olib qolsalar, shuningdan chiqqan natija ilm bo'ladi. Qur'on aşında bir neticini talep qilishni bizden
so'ravatıdı. Muşta dangla, muşta sorangla davatıdı. Yine bir ayette kul hatu burhanakum pak ekilingla davatıdı. Endi Kur'an bu kadar derecede bizni yeteklep tutsa, nimish qilish kerakligimizga gapirib tursa, yana biz kallamizni ichimizga tiqib oliblan, ikki barmoqimizni ikki burnimizga tiqib oliblan, mushta bo'ladi ya deblan minib ketish ya bir moddiy manfaat yoki ma'naviy manfaat yoki bir bu shakldagi bir manfaatninki yoki ma'lum bir ayb nuqsonlardan endish qilib, masalan, boshqalarning oldida ayblanib qilishdan endish qilib, boshqalarning oldidagi o'zining e'tibor o'rnining ko'chib ketishini endish qilib mengayotgan bir ahvol bo'lib qilish ehtimoli intayin ko'p. Bo'lmaganda agar bir odamdan bizningki erishadigan bir manfaat tamayimiz olmasa, mayli o moddiy manfaat olsun yoki ma'naviy manfaat olsun, bunda tamayimiz olmagan ahvol ostida bunda qarg'ulacha ergishish bizga aslo va aslo qanday qilmaydi, yoqishmaydi qarindoshlar. Shuna olganda bugun 5, 6, 7, 8 şu uyg'unish, gullanishga qarshi pozitsiya qarshi fikr qilish usulidan 4 xil fikr usulni 4, 5, 6, 7, 8 yani 4 xil fikr qilish usulini o'qib o'tgan bo'ldik. Vaqt munosabati bilan bugun bu yerda to'xtaydi, chunki 9-si biroz uzun ekan. O'qib ketsak o'qib ketadigan o'xshaymiz inshaalloh. Kelaqatimliq darsimizda Allah nasip qilsa davomlashtiramiz. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.